Ob-havoni keskin sovib ketishi oqibatida ho'l bosh bilan ko'chaga chiqqanda bosh terisi va burun atrofidagi paranazal bo'shliqlardagi qon tomirga boy shilliq qavatning keskin torayishi, qon tomirlarining keskin torayishi oqibatida yuzaga keladigan muayyan o'zgarishlar bor. Yoningizdan aksirib o'tib ketgan odam yoki bemor odam siz bilan uzoq vaqt davomida suhbatlashish oqibatida ham siz 3-4 kundan keyin o'zingizni xuddi shunaqa kasallik belgilarini sezishingiz mumkin. Aksar bemorlarimiz yoshlar, ertalab boshimni yuvaman, yaxshi quritmagan bo'laman, bosh kiyimsiz ko'chaga chiqaman, sochimni to'zib ketishini xohlamayman. Mana shunaqa bir sabablarni vaj qilishadi. Va shu oqibatida yuzaga kelgan kasallikni davolash uchun ketadigan xarajat, vaqt, sog'liqqa bo'ladigan ziyon yaqqol yuzaga chiqadi. Ho'l bosh bilan ko'chaga chiqish oqibatida to'g'ridan-to'g'ri kuzatiladigan kasallik. Yuzimizda joylashgan yuz nervlarini o'tkir yallig'lanishi. Buning oqibatida juda ham bir noxush manzara yuzaga keladi. U ham bo'lsa yuz mushaklarini keskin qiyshayib, xunuk holatga, xunuk alfozga kelishi, ko'zidan yosh to'xtamasdan oqishi yoki og'zidan so'lay oqishi, yuzlarini qiyshayib ketishi, ko'z qovoqlarini sababsiz to'xtamasdan pirpirashi, yuz nervining yallig'lanishiga xos kasallik belgilari yuzaga keladi va har doim ham davo ijobiy natijaga olib kelmasligi mumkin. Assalomu alaykum. Shunaqa bir savol bo'ldi. Bu savolga bafurja javob berishni to'g'ri deb bilaman. Hozirgi ob-havoni keskin sovib ketishi oqibatida bosh terisini, sochlarni ertalab yuvib, bosh kiyimsiz ko'chaga chiqish meningit deb ataladigan kasallikka sabab bo'ladimi deb. Yo'q, to'g'ridan-to'g'ri bu kasallikka sabab bo'lmaydi. Sovuq kunlarda sochni yuvib, bosh kiyimsiz uni batamom quritmasdan ko'chaga chiqishlik meningitga olib keladigan kasalliklarga sabab bo'ladi. Jumladan, ob-havoni keskin sovib ketishi oqibatida ho'l bosh bilan ko'chaga chiqqanda bosh terisi va burun atrofidagi yondosh bo'shliqlar, paranazal bo'shliqlardagi shilliq qavat, qon tomirga boy shilliq qavatning keskin torayishi, qon tomirlarining keskin torayishi oqibatida yuzaga keladigan muayyan o'zgarishlar bor va shuningdek bo'shliqlar ichidagi gaz sostavini keskin o'zgarib ketishi oqibatida burun bo'shlig'ining asosiy vazifasi izdan chiqadi. U ham bo'lsa inson uchun nospetsifik immunitet tizimini ta'minlab berish izdan chiqadi. Ya'ni burun shilliq qavati kasallikka sabab bo'ladigan omillarni zararsizlantirish xususiyati pasayadi. Yoningizdan aksirib o'tib ketgan odam yoki bemor odam siz bilan uzoq vaqt davomida suhbatlashish oqibatida ham siz 3-4 kundan keyin o'zingizni xuddi shunaqa kasallik belgilarini sezishingiz mumkin. Hozirgi qabulimizga kelayotgan aksar bemorlarimiz yoshlar, buni alohida aytib o'tishim kerak. Va hammasida o'sha peshana bo'shlig'ida o'tkir yallig'lanish, o'tkir yiringli yallig'lanish, fransit kasalligi yoki yuqori jag' bo'shlig'ida o'tkir yiringli yallig'lanish, gaymarit kasalligi bilan va shunga kasallikka xos shikoyatlar bilan murojaat qilishadi. Suhbat davomida har doim bu narsa aniq bo'ladi. Ertalab boshimni yuvaman, yaxshi quritmagan bo'laman, bosh kiyimsiz ko'chaga chiqaman, sochimni to'zib ketishini xohlamayman. Mana shunaqa bir sabablarni vaj qilishadi. Va shu oqibatida yuzaga kelgan kasallikni davolash uchun ketadigan xarajat, vaqt, sog'liqqa bo'ladigan ziyon bu narsa yaqqol yuzaga chiqadi. Yana bir narsani alohida aytib o'tishim kerak. O'sha bosh kiyimsiz sovuq kunlarda ho'l bosh bilan ko'chaga chiqish oqibatida to'g'ridan-to'g'ri kuzatiladigan kasallik. U ham bo'lsa yuzimizda joylashgan yuz nervini va uch shoxli nervi o'tkir yallig'lanishi. Buning oqibatida juda ham bir noxush manzara yuzaga keladi. U ham bo'lsa yuz mushaklarini keskin qiyshayib, xunuk holatga, xunuk alfozga kelishi. Bunaqa bemorlar ko'zidan yosh to'xtamasdan oqishi yoki og'zidan so'lay oqishi, yuzlarini qiyshayib ketishi, ko'z qovoqlarini sababsiz to'xtamasdan pirpirashi, shunga o'xshagan yuz nervining yallig'lanishiga xos kasallik belgilari yuzaga keladi. Va bu bemorlarimiz uzoq vaqt davomida nevropatolog qabulida bo'ladi va davolanadi. Va har doim ham davo ijobiy natijaga olib kelmasligi mumkin. Endi yoshlarimiz, singillarimiz, ukalarimiz o'ylab ko'rishsin. Chiroyli ko'rinaman deb boshini yuvib, sovuq kunlarda ko'chaga chiqishi, ro'molsiz, bosh kiyimsiz chiqishi shunchalik o'zini azobga duchor qilishiga, og'ir kasallik
yuzaga kelishiga, uzoq davolanishiga, natijasi har doim ham ijobiy bo'lmasligiga arziydimi, yo'qmi? Shu narsa haqida o'ylab ko'rishinglarni xohlagan bo'lardim. Agar shu qisqa chiqishimiz, videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, savol bersanglar bo'ladi. O'zim shaxsan savolingizga javob beraman va sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.